Borma olsanmi? Odam bolalar yomon charchab ketdi. To'g'risi bor, baho bu yoqqa ket. Asabga avro ke. Tez kellaring, bo'l. Bo'l tez. Qaralaring. Qizlarga shart jinnis. Palatkani yasattiramiz shundoq. Zo'ru? Ay, конечно zo'r. Qizlarga og'irlik. Sani shuncha narsa o'ladimi sani bitta? Yo'q, o'lamadi. Bo'l. Ketdi. Endi yoramiz mana. Mana qizlar, da. Sizlar, turinglar. Sizlarga shart bizlar o'ylab qo'ydik. Qaranglar. Hozir biz mashinaga borib, yebichari olib kelgunimizcha, sizlar palatkani o'zinglar yasaysizlar. Voy, qilmaylar, bizlar ishimiz yo'q. Eplimizmi? Voy, cho'tga tashlaymiz. Bo'ldi, biz yutqizmaymiz lekin. Ketdi, yuringlar, ketdik. Ko'ringlar. Yo'linglar. Buni balki bundoq qo'yib ustiga ko'rpa solib o'tirib qo'ya qolish kerak edi. Yo'q. Gapiradi hozir. Hazillashib hozir bir nima qilamiz. Endichi bolaga shunaqa qiyin beramiz, qarab turibsiz. Yaxshi qo'lim tushmayapti. Hali bola ko'radi-yu. Qizlarjonlar, Ozod opa. Aysinglar, kelinglar, ko'taringlar, shuncha ishirdik. Orgacha qilib qo'yaylik, chiroyli qilib. Uf, palatka qurish ham qiyin ish ekan. Так что o'ylab keyin shart olish kerak ekan. Qaqillab olmasdan bizga o'xshab. Zo'r tashlaysiz, hayron qolasiz. Keyin mana bunaqasidan yozaylik, qara mana shunday yaxshi ishlaydi. Yo, Ozod hozirda kirganda sirasi ko'rpacha bo'lib qoldi, kirib bo'lib qoladi men kirgan odam. Bo'pti, uzunroq joyini yozishimiz kerak-ku, ko'rpacha uzun, mana tarafga tursa. Uzun bo'lgani bilan Ozod bundoq qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Yo'q, men Hozir taraf yaxshi bo'ldim. dedi, Aqlli qiling. Men kattaman-ku, bilsam kerak, o'zing qil bo'lmasa. Mana shunaqa ahvolda ko'rasan, mana shunaqa ahvol. Bilan bo'g'otga mehnatlarda bular. Shunga gapingizni emas, mehnatingizni ham qo'shing iltimos. Mehnatim? Mashqalarni men o'sha tog'u dashtlardan men ko'tarib keldim ustozlar, videosini qo'yganmiz.